Assalomu alaykum. Sizlar bilan Sharp Trading Akademiyasi. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan O'zbekistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan RoboForex brokeridan verifikatsiyani to'g'ri amalga oshirish, sentavoy va pro shotlarning farqlarini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Kommentariyada ko'plar qanday qilib RoboForexdan sentavoy akkaunt ochsa bo'ladi yoki bo'lmasa qanday qilib to'g'ri verifikatsiya qilsa bo'ladi, yashash joyida ma'lumotnomamizni qabul qilish juda qiyin bo'lyapti degan biroz talablar oshib ketganligi uchun ushbu video darsim orqali men sizlarga RoboForexning rasmiy sayti orqali, ya'ni saytdan to'g'ri ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish va sentavoy va pro shotlar farqlarini tushuntirib bermoqchiman. Bundan avvalgi video darsimizda biz Sharp Trading YouTube kanalida RoboForex brokerdan to'g'ri ro'yxatdan o'tish, pul tushirish, pul chiqarish bo'yicha video dars tayyorlagandik. Faqat bu video darsimiz, ya'ni RoboForexning MetaTrader Tour ilovasini, ya'ni rasmiy MetaTrader ilovasi orqali ro'yxatdan o'tishga bag'ishlangan edi. Bugungi video darsimiz orqali esa biz RoboForexning rasmiy sayti orqali ro'yxatdan o'tishni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Albatta ushbu video sizlarga manfaatli bo'ladi, chunki hozirgi paytda juda ham klon saytlar juda ham ko'payib ketgan. Ya'ni bu bitta RoboForexda emas, boshqa brokerlarda ham klon saytlar bor. Ya'ni hakkerlar tomonidan tayyorlangan klon saytlar bo'ladi. Birga bir shaklda tayyorlab qo'ygan bo'ladi. Ya'ni siz bosib kirganingizda broker saytiga xuddi hacker tomonidan tayyorlangan sayt ham xuddi shunaqa bo'ladi. Siz bilmaysiz, ezasiz, ro'yxatdan o'tasiz, pul tushirasiz, qarabsizki pul chiqaraman deganingizda hacker sizni bloklab qo'yadi. Ya'ni klon sayt orqali ro'yxatdan o'tsangiz. Bunda aldanib qolmaslik uchun nima qilish kerak? Har qanaqa bu RoboForex bo'ladimi, boshqa broker bo'ladimi, har doimo rasmiy sayt orqali ro'yxatdan o'tishlarini men sizlarga tavsiya berardim. RoboForex brokerning rasmiy saytini havolasini men video ostida va kommentariyada qoldiraman. Ushbu havolani ustiga bosib bemalol kirishingiz mumkin. Eslatib o'taman. Saytga tashrif buyurishdan oldin VPN yoqib olasizlar, ya'ni joylashuvlarni o'zgartirib olinglar. Agar siz Rossiyada joylashgan bo'lsangiz, ya'ni hozir Rossiyadan kuzatayotgan bo'lsangiz, Rossiyada sanksiya sabab barcha brokerlar, bitta RoboForex emas, barcha brokerlar bloklangan. Shuning uchun VPN ilovasi bor. Play Marketga kirib VPN deb qidirsalaring, VPN bo'ladi. Joylashuvingizni o'zgartirib beradigan nima ilova. Mana shu ilovaga kirib, joylashuvingizni o'zgartirib, bir marta saytga kirib olsangiz bo'ldi, RoboForex saytiga. Qolganiga xohlang VPN ishlating, xohlang ishlatmang, bemalol u yog'iga ro'yxatdan o'tib ketaverasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, video ostida havola bor. Havolani ko'chirib oling yoki ustiga bir marta bosing. Ko'chirib olgan havolamizni Google Chrome'ga yoki nima o'sha ishlatadigan Opera menyusiga tashlaysiz. Saytga tashrif buyurganingizda xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni sizni to'g'ridan-to'g'ri kabinetga yo'naltirmoqchi bo'ladi. Ya'ni sizni to'g'ridan-to'g'ri RoboForexning mana rasmiy saytiga olib o'tdi. Bu yerda hech qanaqa klon sayt emas, hech qanaqasiga bu sizni aldaydigan hakkerskiy ish yo'q. Bu yerda juda ham ajoyib bo'lgan saytga to'g'ridan-to'g'ri yo'naltirib berdi. Endi havolaga bosib kirganimizdan keyin nima qilamiz? Yangi akkaunt ochishimiz kerak. Open an account tugmachasini bir marta bosamiz. Va bizni ro'yxatdan o'tishimiz uchun bo'lgan, ya'ni registratsiya bo'limiga yo'naltiradi. Bu yerda aytayapti, siz countries bo'yicha deyapti, Poland bo'lgan, ya'ni Polsha. Men hozir VPN yoqib qo'ydim Polshani. Xohlang settings qiling, xohlang X ni bosib oling, farqi yo'q. Bu yerda biz ro'yxatdan o'tishimiz uchun to'ldirishimiz kerak bo'lgan joylar bor. Ya'ni birinchi navbatda emailni kiritamiz. First name degani bu bizni ismimizni so'rayapti. Last name familiyamiz. Mobil telefon deyapti, ya'ni bu yerga telefon nomerimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Imkoniyat darajasida o'zingizni nomeringizni kiriting, sababi kompaniyadan sizga telefon qilishadi. Ya'ni, misol uchun, Eshmatov Toshmatjon, siz rostdan ham ro'yxatdan o'tdingizmi RoboForexdan? Hech qanaqa qiyinchilik bo'lgan yo'qmi? Biz rasmiy ofisda bunaqamiz. Sizga palonchi menejer murojaat qilyapti deb O'zbekistonda bo'lsangiz, O'zbekiston nomeridan telefon qilishadi. Faqat sizni nima desa bo'ladi, shaxsingizni tasdiqlab olish uchun, ya'ni siz nomingizdan birov ro'yxatdan o'tib qo'ymadimi, yoki hujjatlaringizni birov ishlatib qo'ymayaptimi degan ma'noda. Bu ham yaxshi, sababi siz rasmiy saytdan ro'yxatdan o'tganligingizni shu orqali ham bemalol isbotlasangiz bo'laveradi. Bu yerga galichka qo'yasizda. Hozir men to'ldirib ko'rsatib beraman qatorlarni. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, hamma qatorlar to'ldirildi. Ya'ni mana bu joyda email kirgizdim, first name ga ismni yozdim, albatta bekitib qo'ydim, to'g'ri tushunasizlar. Last name ga familiya yozilgan va mobil telefonga telefon yozildi va mana bu joyda eng asosiy joyi mana bu yerda I have the partner code. Ya'ni partnerskiy kodingiz bormi? Ha, albatta deysiz, shuni ustiga bir marta bosamiz. Shu bo'limni bosganimizdan so'ng mana shunaqa oyna ochiladi. Mana shu joyga mana shularni yozishimiz kerak. Ya'ni S, Y, E, G, H yozuvlarini yozamiz
va pastroqqa tushib, nima ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Albatta, barcha qatorlarni to'g'ri to'ldiringlar, ya'ni o'zingizni emailingizni kirgizing. Sababi hozirgi kabinetingizni login, parol, hisob raqami haqidagi ma'lumotlar hammasi mana shu siz ro'yxatdan o'tgan emailingizga jo'natiladi. Ismingizni ham pasport bo'yicha kirgizing, albatta, chunki pasportingizni solishtirishadi. Familiyani ham xuddi shunday. Telefon nomerini ham doim o'zingiznikini kirgizing, ya'ni ishlatadiganingiz, yoningizda bo'lgan telefon, sababi kompaniyadan telefon qilishadi. Oxirgi qatorga, ya'ni Partners Agent ID ga, ya'ni mana shu joyga mana shularni yozishingiz kerak. SYEGH. Barchasini to'g'ri to'ldiring. Ertaga siz pul kiritib, pul chiqarishingizda muammo bo'lmaydi shunda agar to'g'ri kiritsangiz. Agar biror joyda o'zgarish yoki kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ertaga sizda pul kiritish chiqarishingizda muammo bo'lishi mumkin. Barcha qatorlar to'g'ri bo'lgandan keyin mana bu joydagi registr tugmachasini bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz registratsiyadan o'tamiz. Agar ruscha bo'lsa registratsiya, ingliz bo'lsa registr, agar o'zbekcha o'tkazgan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tish degan tugma chiqadi. Mana shuni ustiga bosib qo'yasiz. Ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng bizga mana shunaqa rasmiy kabinet ochiladi. Bu joyda bizning rasmiy kabinetimiz va hozircha biz hech qanaqa verifikatsiyadan o'tganimiz yo'q, ya'ni tasdiqlashdan o'tishimiz kerak va mana bu joyda nima? You have no open account, ya'ni sizda hali akkaunt ochilgani yo'q deyapti. Ya'ni hisob raqam ochganimiz yo'q, kabinet ochdik xolos. Open an account tugmachasini bosib qo'yamiz. Va bosganimizdan so'ng mana bu joyda bizda to'g'ridan-to'g'ri verifikatsiya bo'limiga o'tkazib yuboradi. Ya'ni emailingizni verifikatsiya qiling deyapti va ID pasportingizni verifikatsiya qiling va adres verifikatsiya, ya'ni yashash joyingizni verifikatsiya qiling deyapti. Mana bu joyda biz ro'yxatdan o'tganda kirgizgan nima? Email manzilimiz turibdi. Mana shu joydan send code qilsak, ya'ni kodni jo'natish, ya'ni send code qildik. Hozir ro'yxatdan o'tgan emailimizga bizga kod borgan bo'lishi kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, bizni Gmailimizga mana ikkita xabar kelgan. Birinchi shaxsiy kabinet tasdiqlash, ikkinchisi nima you have successful registrated, ya'ni siz muvaffaqiyatli tarzda registratsiyadan o'tdingiz deyapti. Men hozir ustiga bosib kiradigan bo'lsam, menga nima login parollarim jo'natilgan bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, ro'yxatdan o'tgan emailimizga, ya'ni aytayapti mana dear client, hurmatli klient, you have successfully registered a members area Raw Forest, ya'ni Raw Forest member areasidan muvaffaqiyatli tarzda ro'yxatdan o'tdingiz deyapti. Mana Gmailim, ya'ni ro'yxatdan o'tgan Gmailim va menga parolni jo'natdi. Sizlarga ham xuddi shunaqa qilib kabinetlarini parollarini jo'natadi Gmaillaring bilan. Agar mabodo kelmagan bo'lsa, spam qutilarini qarashlaring kerak bo'ladi. Agar bu qatorda kelmasa, ya'ni bu qatorda chiqmasa, sizlar spam qutilarini qarashlaring kerak. Ya'ni mana bu joyda chap tomon bossalar, mana bu joyda spam quti bor. Spam qutiga kirsalaring, spam qutiga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Endi bizni Gmailimiz tasdiqlashimiz kerak xabarga kirib. Xo'p, mana bizga xabar kelgan, ya'ni Gmailimiz tasdiqlashimiz uchun kod kelgan. Mana o'sha kod turibdi, ya'ni o'sha kodni ustiga bir marta bosib turamizda, uzroq nusxa qilib olamiz va saytga qaytib Gmailni tasdiqlaymiz. Xo'p, Gmail pochtamizga jo'natilgan kodni bu yerga вставить qilib, ya'ni joylash qilamiz va confirm qilsak, hozir bizda mana ko'rib turibsizlar, verifikatsiya bo'ldi. Ya'ni bizni email adresimiz nima? Verifikatsiyadan o'tdi. Keyingi verifikatsiya qiladigan bosqich bu pasportimizni verifikatsiya qilishimiz kerak adres bilan. Nima qilamiz? Pastroqqa tushamiz, xuddi o'sha oyna. Mana bu joyda mana turibdi status hozir not verification. Endi name turibdi, ismga biz ism yozishimiz kerak. Pasport bo'yicha yozasizlar. Men misol tariqasida yozyapman. Buni o'chirib olib, keyin pasportga o'zgartiraman hozircha. Hop, erkak ayolligini belgilab keting deyapti. Hop, hozir kiritayotganlarim bu namuna bo'yicha kirityapman. Menda bunaqa pasport yo'q hozir. Agar kimnidir pasporti to'g'ri kelib qolsa, yana xafagarchilik bo'lib yurmasin. Buni o'zgartirib qo'yaman, xavotir olmanglar. Hop. Qildik. Hop. Mana bu qatorlar bor. Bu joyga siz date of birth, ya'ni tug'ilgan sanangizni yozasiz. Genderga mana bu joyga erkakmisiz, ayolmisiz? Erkak bo'lsangiz male qiling, ayol bo'lsangiz family qiling. Hop. Name ga ismingizni yozasiz, surname ga familiyangizni yozasiz. Mana bundaqa ikkita joyda hammasini no qiling, ya'ni yo'q qilasiz. Mana bu joyga number of your national ID card passport deyapti. Ya'ni bu joyga siz pasportingizni nima seriya raqamlarini yozishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun 77 misol uchun yozyapman, seriya raqamini yozasiz. Issues outsourced, ya'ni pasportni qayerdan olgansiz? Agar siz ingliz tilini bilmasangiz, mana bu tomonda o'ng tomon yuqorini bosib, mana bu tarjima qilishni bosib olsangiz, mana hozir bizga inglizchadan o'zbekcha mana
kim tomonidan berilgan deyapti. Ya'ni pasport kim tomonidan berilgan? Misol uchun Toshkent shahar misol uchun deyapti. Mana IV siz ID kartangizni orqasini qarasiz, IV deydi. Mana bunaqa kodlar yozib qo'ygan. 4 dan 5 talik kod yozib qo'ygan. Kim tomonidan berilgan degan joyga. Shuni yozib qo'ying. Berilgan sana deyapti. Ya'ni qachon olgansan pasportingni deyapti. Misol uchun biz endi 1-may sanasini men belgilab qo'ydim. Endi bunaqa bo'lmaydi. Millati deyapti. Ya'ni millatingiz nima? O'zbekistonmi? Ya'ni pasportingiz qayerdan olgansiz? Shuni so'ramoqda. Ya'ni O'zbekistonda. Va bu joyga faylni tanlang deyapti. Ya'ni yuklaysiz. Ustiga bir marta bosasiz. Xo'p, mana bunaqa oyna chiqadi. Kameraga kirib turib, pasportingiz oldi tomoni bor-ku, mana ID kartangiz bo'ladigan bo'lsa, rasmingiz bo'lgan joy bor-ku, ko'k pasport bo'lsa ham rasmingiz bor joy bo'ladi, to'g'rimi? O'sha joyda rasmga olib yuklaysiz. Yuklaysiz, mana yerda o'zi chiqib qoladi avtomatik. Keyin pastroqqa tushasiz. Endi manzilni tekshirishga kiramiz. Bu joyda aytayapti. Xo'p, hujjatlaringiz 6 oy ichida berilgan bo'lishi kerak. Tasdiqlash uchun shunaqa deyapti-da, pastga o'tamiz. Endi manzil tekshiramiz. Ya'ni hujjat turini tanlang deyapti. Bizga eng osoni bu MyGov orqali olingan hujjat, ya'ni yashash joyidan ma'lumotnoma. Agar MyGovdan yashash joyidan ma'lumotnoma olishni bilmasangiz, YouTube kanalimizga kiring. YouTube kanalimizga kirasizda, pastroqqa tushasiz. Mana bu yerda videolar degan bo'lim bor. Mana shu videolar degan bo'limga o'tasizda, mana bu joyda mana MyGovdan yashash joyidan ma'lumotnoma olish degan video darsimiz bor. Shuni ko'rsangiz, 2 daqiqada o'rganib olasiz. Shu yashash joyidan ma'lumotnomangizni olasiz va o'sha ma'lumotnoma bo'yicha keyingi bosqichda to'ldiramiz. Ya'ni mana bu joyga hujjat turi degan joyga ustiga bosamizda, pastroqqa tushamiz. Mana boshqa turibdi. Sizlarda AZ chiqishi mumkin. Shuni tanlab qo'yasiz. Mana bu joyga yashash joyidan ma'lumotnoma deb yozib qo'yasizlar. Xohlasanglar MyGov deb yozib qo'yinglar. Mamlakatga O'zbekiston, endi O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, shaharga, misol uchun siz qayerlisiz? Agar siz yashash joyi ma'lumotingiz uchun Toshkent bo'lsa, Toshkent yozing. Manzil degani bu to'liq manzilingiz, ya'ni uy manzilingizni kiritishingiz kerak va Toshkent shahar, misol uchun virgul qo'yasizda qaysi dom? Misol uchun Yoshlik ko'chasi 7/11. Misol uchun-da, domda turasizmi, boshqa yoki boshqa hovli bo'lsa, Yoshlik ko'chasi 110-uy bo'lsa, 110-uy qilib qo'ying. Faqat mana bu yashash joyidan ma'lumotnomangiz bor-ku, MyGovdan olgan ma'lumotnomangiz, o'sha bilan bir xil bo'lishi kerak. Pochtingiz xohlang viloyatingizni kiriting, xohlang tumaningizni kiriting. Misol uchun Toshkent shahar bo'lsa, Toshkent shaharnikini kiriting. Boshqasiniki bo'lsa, boshqa. Pochtingizni kiritasizda, faylni tanlang deb. Ya'ni faylni tanlang ustiga bosib, endi siz yuklab olgansiz-ku, saqlanintingizda bor. Fayllar degan bo'limga kirsangiz, sizni telefoningizni ichki xotirasini ochib beradi. O'sha joydan shuni ustiga, o'sha ma'lumotingiz ustiga bosasiz, o'sha PDF faylni yuklaysizda, pastroqqa tushib yuborish degan tugmacha bor, mana bu tugma. Shuni ustiga bir marta bosib qo'ysangiz, o'zi maytda chiqadi. Sizning hujjatlaringiz muvaffaqiyatli tarzda yuborildi. 2-3 ish kuni ichida ko'rib chiqamiz, natijasini aytamiz deydi. Uzoqqa bormaydi. 1 soat, uzog'i 1 soat yoki 2 soatga qolmasdan javob keladi, verifikatsiyadan o'tkazadi, to'g'ri to'ldirsangiz. Bularni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng, endi nima qilamiz? Mana bu tomondan chap tomon yuqorini bir marta bosamiz va mana bu joyda hisoblar bor. Mana bu joyda mana real account, ya'ni haqiqiy hisob ochishni ko'ramiz endi. Haqiqiy hisob ustiga bosamiz. Hop, bizning profilimiz verifikatsiyadan o'tish kerak, ya'ni haqiqiy hisob ochishimiz uchun. Verifikatsiya tugmachasini bossangiz, yana qaytarib verifikatsiyaga jo'nataveradi. Ya'ni mana shu joydan siz verifikatsiyadan to'liq o'tib bo'lganingizdan keyin mana shuni ustiga bir marta bosib turib, akkauntni bosib real akkaunt ochmoqchi bo'lsangiz demo, ya'ni real akkaunt ochmoqchi bo'lsangiz ustiga bosasizda, shunchaki open account tugmachasini bosasiz, hisob turlarini tanlaysiz bo'ldi. Endi Centavoy bilan Pro Shotda nima farqi bor? Centavoy Shotda siz $1 shotingizga pul tashlasangiz 100 sent bo'lib tushadi. Tushunarli? Ya'ni siz mabodo $100 depozit qilsangiz $10,000 bo'lib ko'rinadi, lekin 10,000 sent bo'ladi. Endi lotga o'tadigan bo'lsak, misol uchun oddiy Pro Shotda siz $100 tashlasangiz $100 bo'lib tushadi va 0.01 bilan сделка ochadigan bo'lsangiz, bu $10 hisobida сделка ochyapti deb tushunadi. To'g'rimi? Centavoyda unaqa emas. 100 marta
kichraytirib hisoblaydi. Shotingizga kattaroq tushgan bo'ladi. Misol uchun 1 lot bilan сделка ochsangiz, aslida siz $10 bilan сделка ochayotgan bo'lasiz. Ya'ni siz $10 1000 sent qilib ko'rsatadi-da. Oddiy pro shotlarda boshqacharoq. Endi bu nimaga kerak? Sentovoy shot. Sentovoy shot yaxshi tomoni siz $1 bilan ham сделка ochsangiz bo'laveradi. Ko'pchilik biladi, aslida minimal pro shotlarda Pro SN, Pro 2, Pro 3, Pro 4 va hokazo shot turlarida, ya'ni hisob turlarida kamida minimal depozit turi bu $10 da tashkil qiladi. Ya'ni $10 kamida 0.01 bilan ochsangiz lot bilan $10 bo'lardi. Lekin Sentovoy shotda $1 bilan ham сделка ochsangiz bo'laveradi. Ya'ni 0.1 lot ochsangiz, bizni o'zbek tilimizda aytganda $100 bilan сделка ochsangiz, aslida $1 bilan сделка ochayotgan bo'lasiz Sentovoy shotda. Bu nimaga kerak? Bu praktiski eng yangi kirib kelgan insonlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. Endi qanday qilib shot tanlashimiz mumkin, qanday qilib hisob raqam qo'shamiz degan savollaringga, qanday qilib Sentovoy ochamiz deganlarga, endi verifikatsiyadan to'liq o'tganlardan keyin Sentovoy ochsalaring bo'ladi. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib beraman. Verifikatsiyadan o'tsalaring qanaqa bo'ladi? Ko'rsatkich, ya'ni avval qanday bo'ladi? Mana bu tomonda verifikatsiyadan o'tganlarini bilishlaring uchun chap tomonda bosasizlar, profillaringga kirib, undan keyin mana bu joyda profil degan yozuv bor. Shuni ustiga bir marta bosamiz va mana bu joyda bo'lsam o'zbekchasiga aytganda verifikatsiya degan bo'lim bor. Shuni ustiga bir marta bosishimiz kerak. Ustiga bosganimizda bizda quyidagicha oyna ochiladi. Mana ko'rib turibsizlar, uchalasi ham, uchala bo'lim ham verification, ya'ni verifikatsiyadan o'tgan bo'lib chiqib qoladi. Ya'ni bizning emailimiz dastlab verifikatsiya bo'ldi, pasport ma'lumotlarimizni jo'natdik, verifikatsiya bo'ldi. Adresimizni o'sha MyGo'dan olib, daniylar to'ldirib jo'natdik, nima? Verifikatsiya bo'ldi. Endi biz bemalol qo'rqmasdan pul kirgizib, pul chiqarib ishlasak bo'laveradi. Endi Sentovoy shot ochishni hozir ko'rsatib beraman. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun mana bu joyda 3 ta nuqta bor, shuni ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu joyda account degan tugma bor, shuni ustiga bosamiz. Real account degan tugmacha bor. Mana bu joyda birinchi shuni ustiga bosishimiz. Xo'p, real account ustiga bosib kirganingizdan so'ng xuddi mana shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni biz yangi hisob raqam ochishimiz kerak Sentovoyda. Xo'p, birinchi navbatda MetaTrader 4 da ochasizmi, 5 dami? Shuni tanlaysiz. Dastlab mana bu joyda mana real demo turibdi, Coffee FX. Bizga real kerak. Birinchisi belgilanib turadi. Bu joyda MetaTrader 4 mi 5 mi? Farqi yo'q. Xohlang 4 da oching, xohlang 5 da oching. Bitta farqi bor. Farqi siz ochgan hisob raqamingiz agar 4 da ochsangiz, MetaTrader 4 ga ulab ishlatasiz. 5 da olsangiz 5 ga ulab ishlatishingiz kerak. Misol uchun biz hozir MetaTrader 4 deb shunchaki tanlab qo'ydik. Xo'p, account type, ya'ni hisob raqam turi ustiga bosamiz, mana MetaTrader 4% turibdi. Ko'rdinglarmi? Pro bor, Prime bor, SN bor, Procent bor. Biz hozir Sentovoy ochmoqchi bo'lsak, Sentovoy ustiga bosamiz, ya'ni Procent. Xo'p, qanaqa turda deyapti? Valyutamiz qanaqa bo'lsin? USD dami, yevromi, tillarmi deyapti. Bizda USD, ya'ni dollarda bo'lgani yaxshi. Leverage bu kredit yelkasi. 1 ga 1000, 1 ga 2000, 1 ga 5. Bizga Sentovoy bo'lgani uchun 1 ga 1000 yaxshiroq, sababi bozorga olib chiqish qulayroq. Chunki bizda shotimizda nima, pulimiz ko'p emas. Shuning uchun Sentovoy ochyapmiz. Endi passwordga parol o'ylab topishingiz kerak. Parolingiz kamida 8 ta raqam, bitta katta harf va bitta kichkina harf ishtirok etgan bo'lishi kerak. Misol uchun mana Q 1 2 3 4 5 6 7 8 va bitta pastki chiziqcha ishlatasiz. Mana pastki chiziq xohlagan harfingizni ishlatishingiz mumkin. Misol uchun deyapman va men kichkina q qilib qo'ydim. Endi pastga xuddi o'sha mana bu yerga yozgan parolingizni qaytarib yozishingiz kerak. Misol uchun katta q 1 2 3 4 5 6 7 8 pastki chiziqcha nima q deymiz, bo'ldi. Endi mana bu joyda partners agent ID, ya'ni ro'yxatdan o'tayotganimizda boshida kiritgan ID'imizni yana kirgizamiz, ya'ni S Y E G H. Mana shu partnerga ID'ni kirgizamiz. Ko'rib chiqasizlar, hammasini to'g'ri to'ldirgan bo'linglar, ya'ni qayerda hisob raqam ochavermaysizlar-ku. MetaTrader 4% mana Sentovoy shot degani. Biz dollar tanladik, kredit yelka, parolni eslab qolinglar, doim yozib qo'yilibdi joyga va oxirgi qatorda S Y E G H ID kiriting va confirm tugmachasini nima qilamiz? Bosib qo'yamiz. Xo'p, mana muvaffaqiyatli tarzda biz hisob raqamini ochdik. Mana xuddi sizlarda mana shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni sizlarda account created successful. Ya'ni account muvaffaqiyatli tarzda ro'yxatdan o'tdi. Account number bu siz hisob raqamingiz, ya'ni xuddi login degandek gap. Account password mana bu joyda siz qo'ygan parolingiz. Mana bu joyda MetaTrader 4% USD 1 ga 1000 yelka bilan. Ya'ni
depozit fond qilib bemalol endi nima depozit qilsak bo'laveradi. Xo'p, depozit qilish qanday bo'ladi? Qanday qilib depozit qilsak bo'ladi deganlar uchun biz YouTube'da video qo'yganmiz. Ya'ni RoboForexdan qanday qilib depozit qilish mumkin, pul kiritish, pul chiqarish bo'yicha hozir men sizlarga o'sha videoni ko'rsataman. Xo'p, YouTube kanalimda tashrif buyurganlarida mana shu joyda mana ko'rib turibsizlar. RoboForexdan to'liq ro'yxatdan o'tish, pul tushirish va pul chiqarish degan bo'lim bor. Mana shu joyda biz pul kiritish, chiqarish bo'yicha nima qo'llanma berib ketganmiz. Shu darsda ham ko'rib olasizlar. Agar pul tushirish, chiqarish muammosi qiyin emas, depozit fondga kirasizlarda bemalol xohlagan Uzcard orqali, xohlagan Humo orqali bemalol depozit qilsangiz bo'laveradi. Depozit qilish uchun depozit fond ustiga bosamiz. Hop, ustiga bosganimizdan keyin bizda bank kartasi orqali qilasizmi yoki kriptovalyutalar boshqa usul orqalimi deyapti. Biz endi bank kartasi ustida bank karta, xohlang Humo, Uzcard, Wallet, Pay, Magnetic farqi yo'q. Misol uchun Humo bo'lsa, Humoni ustiga bir marta bosasiz va qancha depozit qilmoqchisiz? Ya'ni 130 mingdan 33 million 915 minggacha bir martalik limit. Ya'ni siz agar 33 million kiritganingizdan keyin yana bir marta 33 million kiritsangiz bo'laveradi. Faqat bu maksimal bir martalik. Mana shu joyga istalgan summangizni yozib, kamida 130 ming so'm. Misol uchun 130 ming yoki 1 million 300 ming depozit qilasizmi? Bosib confirmation tugmachasini bosasizda, danli ma'lumotlaringizni kiritib bemalol depozit qilsangiz bo'laveradi. Hozircha shunaqa gaplar. Agar siz bizni YouTube orqali kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, shunchaki YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bir-biridan ajoyib va bir-biridan qiziqarli bo'lgan tradingga oid bo'lgan video darslarni sizlarga bepul tarzda taqdim etib boramiz. Albatta, birinchi navbatda siz ro'yxatdan o'tib olgan bo'lsangiz, bizning YouTube kanalimizga tashrif buyurasiz va pastroqqa tushasiz videolar bo'limidan. Mana shu joyda bizda barcha bepul video darslarimiz bor. Ya'ni strategiyalar, qanday qilib analiz qilish mumkin, qanday qilib trend analiz, qanday qilib indikator analiz, switchni analizlar bo'yicha video darslar bor. Mana bu joyda so'nggi bora yuklab borayotganimizda biz zona plus, tahlilsiz savdo, tonggi kumush strategiyalarini va bir qancha strategiyalarni bepul tarzda taqdim qilganmiz. Mana shu strategiyalarni ko'rib, o'z savdo yo'lingizni tuzib olsangiz bo'laveradi. Agar sizda mabog'da jamoa bo'lib ishlash ishtiyoq paydo bo'lgan bo'lsa, biz sizni bepul tarzda VIP Club jamoamizga taklif etamiz. VIP Club albatta jamoaviy bo'lib ishlovchilar uchun. VIP Clubga qo'shish mutlaqo bepul. U yerda sizni bepul video darslar, signallar va har kunlik bepul tahlillar kutib turibdi. Agar VIP Clubga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, shunchaki Telegramdan Sharq admin 1 manziliga murojaat qiling. Video ostida ham RoboForexning rasmiy havolasini va aynan VIP Club adminlar manzilini ham qoldiraman. Bemalol bizga o'tib bog'lanishingiz mumkin. Agar ro'yxatdan o'tishda qandaydir qiyinchiliklarga uchragan bo'lsangiz, shunchaki kommentariyada yoki adminlarimizga to'g'ridan to'g'ri murojaat qiling. Qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.